Aka bu sotildimi? 38 millionga bo'ldi. Maşallah, qarang. Qora bayri kattasimi? Jonini Allohga omonat. To'g'rimi? Maşallah, lekin rosa kattanas. 6 yashar. Qora bayra bu. Boshqacha bu turishi. Yo'q-a? O'ta go'zallik bu jonivor, ha? Nihoyatda chiroyli katta narsa ekan. Narxi nechmi? 37 million deyishyapti. Real savdosi bo'ldim. Hech bilmayman. Katta ancha-muncha otlarni mensimasdan kirib ketishdi. Narxini nech bilyapmiz? Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha yetkazishga harakat qildik. Bu nima bu zoti? Qora bayir. Ulog'i bor. Garantiya. Yeb ichishi sog'lomligi necha yosh? Toy, 2 yoshmi? 3 yoshmi? 4 yoshdan 5 yoshga o'tyapti. Bo'ylari 1.55-1.60 chiqar ekan-a? To'g'rimi? Yeb ichishi sog'lomligi, ulog'i javob deyapsiz. Dadangiz ham javob deylar. To'g'rimi? Ha, mukammal. Narxi nech pul? Maşallah, o'zi ham narxi ham javob ekanda. Deganda narxi ham. Nech pul savdosi bo'ldi? Bo'lmadi. Ha, joningdan ko'ryapsizmi, ha? Ana ketdi. Ko'ryapsizmi? Qaytmalı bo'limi? Voy, nech pul bilan telefon qilasan bunga, jiyanim? Nech pul bilan telefon qilasan? 25 bilan telefon qilishadi, u yo'g'in dadangiz o'zlari gaplashadilar. To'g'rimi? Dadangiz so'ksalar, mana so'ksinlar bir. 25 bilan telefon qilasiz, lekin toy ekan, xudo xolasa, dadalar ham shu yerdalar. Telefonlar kiritaylik. 93lik 216 84. Otda u yerdagi ikkita savdosi bo'lyaptimi? Yo'q. 5 qashqa. Buni ham qo'yamiz a? Katta mana shu yerga bo'lyapti. Mana bumi? Ha, buni hozir haligi 20 raqamligimi? Ha, buni 30 millionga bermadilar buni. Ketdi-ku, pastda zo'r otlarimiz bor. Jonivor sotamizmi shep? Aka, ma'lumotlarni beramizmi? Ha, mashg'ul bo'laver. Bu nima bu zotib? Abakami bu? Yo'q. Qora bayir kattasi. Qora bayir kattasimi? Nihoyatda kattasi ekanda. Nihoyatda. Bu bo'ylar ham 1.75mi shep? 1.68. 70 ga ozgan ekan. Jonivor haligi abakam bilan chachishib ketgan shekilli-da bu. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Charchamas. Yoshlar nechida? Yoshlar 8 yoshar aka. Ulog'i bor. Bor. Javob. Yeb ichishi sog'lomligi zo'r. Oldik ishlar. Jonini Allohga omonat. To'g'rimi? U yo'g'ini kelishamiz, xudo xolasa. Narxi nech pul? Ishlamadi. Narxi 45 million aka. 45 million. Real savdosi bo'ldimi? Bo'lyapti aka. Nech pul? 34 million bo'lyapti. 34 milliondan yuqorisiga beramizmi? Ha, beramiz. 34 plusga yursa, u yo'g'ini telefonda gaplashib, zo'r otlar bor, ko'rsataverasiz ham. Sotilib ketmasa, 34 million yuqorisiga, xudo xolasa, bosib olsangiz bo'ladi. Nihoyatda katta ekan. Chista qora bayir deyapti. Nomeringiz kiritalishi? 94lik 504 45 23. Akamizda shunaqa gigant otlar bor. Aka, kerakli joylarga jo'natib qo'ying. Aka, bozoringiz bersin. Mana shu 5 qashqayiz qo'ymoqchiman-da shep. Nihoyatda chiroyli ekan-da. Yoshlar nechida buni aka? 6 yashar. Buni egarini olib qo'ydingiz, minilgan a? Yeb ichishi, sog'lomligi, ulog'i hammasi zo'r. Ulog'i garantiya beriladi. Ha, ulog'i garantiya. Uloqqa solinmagan. Maşallah. Lekin rosa kattanas. 6 yashar. Qora bayra bu? Qora bayir. Narxi nech pul shep? 30 million. 30 million. Real savdosi bo'ldimi? Har xil bo'lib turibdi aka. Nech pul? Jupiga. 26 million qilyapti. 26 millionga bermadingiz. Sotilib ketmasa 26 plusga yurg'izamizmi? Ustiga yursa, ustiga yurg'izamiz, xudo xolasa. 26 million plusga bosib olsangiz bo'ladi. Yeb ichishiga, sog'lomligiga, hammasiga javob deyapti, lekin ulog'ini o'zingiz sog'olasiz yoki tekshirib olasiz. Nihoyatda katta narsa ekan. 1.65 chiqar ekan, ha? Bo'ylari. 63 mi? 1.60 plus ekan, 26 plusga. Bunisi-chi, hoji aka? 8 yashar. Bu ham qora bayirmi yo bu zoti boshqa ekan-a, shep?
Jonivor. Rosa qirq haligi boshqacha bu turishi. Yo'q, ha? Ehtiyot bo'ling. Tep formasin. Astagfirulloh deb shu yerda. Yana ish xuddi shu yerda ko'rsatganmiz. Yana bir ish ko'rsatmaylik-ku. Alloh asrasin jumlani. Xo'p, aka, buni narxi nechi pul? 30 million so'm. 30 million so'm. Buni real savdosi bo'ldimi? Nechi pul? 26 million bo'lyapti. 26 milliondan kelasini bermayapsiz. 52 million. Bir joyga bo'lsa kelishtirib beramiz. Alohida olaman desangiz, yana o'zingiz gaplashasiz telefonda. Buni ulog'i bormi? Yo'q. Buni ham uloq solinmagan. Endi menga bo'lgan. Lekin bu ikkalasi ham nihoyatda chiroyli ekan, haqiqiy bosaveradigan 52 plusga bir joyga olaman desangiz bitirishadi. Akamizda nihoyatda chiroyli, katta otlar bo'ladi. Aka nomeringizni aytaylik. 93lik. 93lik 216 216 ikkita 84. 84 joningdan buni qarang, go'zalligini nihoyatda chiroyli qarang. Had asal-ku bu asal aka. Asallardan boqasiz. Aka, bozoringiz bersin. Choy qilib beray. Shaydamiz aka, Aka, sog' bo'lasiz. Xo'p. Egalasi ham sizlardanmi shu? Egalasi ma'lumotlarni beramizmi? Beraveramizmi? Bu zoti nima buni? 5 bo'lsa kerak, aralashdi aka. Bu haligi chista qora bayram emas ekan, katta narsa turibdi. Rossiya aralash. Buni ulog'i bormi shu? Ulog'i yo'q. Buni uloqqa solinmagan. Bunisi-chi, oqimimiz-chi, u ham uloqqa solinmagan. Egalasining ham ulog'i yo'q. Lekin yeb ichishi, sog'lomligi, yog'ochligi zo'r. O'ta go'zallik bu jonivor, ha? Nihoyatda chiroyli katta narsa ekan. Narxi nechi pul? Aka, narxini nechi pul deyapsiz buni? Orasi 35, nargisi 30 aka. Real savdosi bo'ldimi? 52 qilishyapti aka jupiga aka. Ikkalasinimi? Demak, 28 ga 24 yo 25 ga 27 qilib, 52 qilishyapti. 52 plusga yurg'izamizmi? Bir joyga bo'ladigan bo'lsa, agar bir joyga olmaydigan bo'lsa, alohida bo'lsa, telefonda o'zingiz gaplashaverasiz. Narxini, ikkalasini bir joyga oladigan bo'lsangiz 52 millionga plusga xudo xolasa bosib olsangiz bo'ladi. Nomeringizni kiritaylik. Nomeringizni kiritaylik. 88 88lik 186 0777. Otlar bilan shug'ullanasiz. Otlarning kattalari bor. Qayerdansiz? Qo'qondan. Qo'qondan qara deydimi? Qo'qon o'zdansiz, ha? Nihoyatda chiroyli ekan. Ey, telefon qiling. Bunaqa otlar kimda kerak desangiz, asl turporda kuzatasiz. U yog'ini ekraningizga tirsilatib qo'yasiz. Aka, bozoringiz bersin. Hajjoning. Shu yerda bitta katta otimiz bor edi. Aka, buni sotamizmi? Ma'lumotlari? Zoti nima? Qorabayir, ha? Chiroyli ekan, nihoyatda. Yoshlari? 8 yosh. Yeb ichishi, sog'lomligi, yog'ochligi, ulog'i bor. Ulog'i ham bor. U yog'i hammasiga javob deyishyapti. Jonini Allohga omonat. To'g'rimi? Bo'ylari 1.55-60 ha? 1.55. Katta narsa lekin yog'och turibdi, chiroyli turibdi. Qash-qashsi bor ekan peshonasida. Narxi nechi pul deyapsiz? 37. 37 million deyishyapti. Real savdosi bo'ldimi? Nechi pul bo'ldi? 27 millionning savdosini ko'rdi shu yerda. Ha? 27 plusga yurg'izamizmi? O'tsa, u yog'ini 500 bo'lar, 1 million bo'lar. Kelishasiz. Nihoyatda chiroyli qarang. Jonivorni tillarang bo'lib turibdi. 26 plusga. Nomeringizni kiritaylik. 97. 77lik. Hop. 147 98 92. Telefon qiling. Otlar bilan shug'ullanasiz. Otlar bor. Ko'rsataverasiz. Aka, 27 million qilishibdi. Bosib o'radigan narx ekan aka. O'z otam chiroyli ekan. Aka, bozoringiz bersin. Zotlari nima buni shef? Zoti? Qorabayir. Yeb ichishi, sog'lomligi, ulog'i, hammasiga javob. Jonini Allohga omonat. To'g'rimi? Bo'ylari 1.65-70 chiqib qoladi. 1.63 mi? 1.60 plusga ekanda. Yoshlari nechida? 9 da.
Jonivor nihoyatda ko'rdik buni. Bu yerda haligi katta ancha-muncha otlarni mensimasdan kirib ketishdi. Narxini necha bilyapmiz? Narxini 35 million jindak ham bor. Jindak ham bor. Real savdosi bo'ldi. Bo'lyapti. Necha bo'ldi? 32 32 millionga bermadingiz. 32 yuqorisiga bitiramiz. To'g'rimi? 32 million. Ukamiz yolg'on gapirib ma'lumot bermaydi inshaalloh. 32 million yuqorisiga bo'lsa bitiramiz. Kimga kerak bo'lsa shunaqa otlardan Bahodir polvonga murojaat qilasiz. Nihoyatda chiroyli, shukushda bo'ladi. Nomeringizni kiritaylik. 94lik 306 3900. Bahodir aka. Tinch bo'lasiz? Bir kirib ekranga tirsilatib qo'ying. Sog' bo'lasiz. O'sha yerda bitta katta otimiz bor edi-yu, boya minganda tushmadi-da. Pastda ham rosa savdosi bo'lyapti. Ye, Jahongir polvon. Assalomu alaykum. Telefon qilsa ko'tarmayapsiz-ku, bilmayman, xafa qilib qo'ydingmi? Yo'q, gudoq keldi. Gudoq kelmadi, telefon qildim. Haligi muzika qo'yib qo'ygan ekansiz. Nima gap? Qani vaqtlar? Yo'qmi? Pashaga yordam qiling. Mana shu hammasi sizniki. Manami? Ha. Bu nima zoti buni? Qorabay chista. Qorabay, chista qorabay. Ulog'i bor. Yechishdi zo'r. Kecha nimaga chiqardim Instagram? Otni olib kelsinlarmi bu yoqqa? Hozir har doim ko'ryapti. Har doim necha pul savdo bo'lyapti? Endi ko'raman. Ha, mana nanaligini ko'rishyapti. Uni ot yomon katta ot ekan, janovar. Aka bu sotildimi? 38 millionga bo'ldi. Mashalloh, qarang. Shuni qo'ymoqchi edim, 38 millionga savdosi bor. Bekorga bo'pti mana. Yomon katta narsa ekan, qarang. Bay. Joningdan. Voy Elbek. Ama lagerga aytadi. Ha? Telefon qilamiz. Jonda. Xo'p. Bo'ldi, tugatamiz. Biz bugungi obzorlarimizni inshaalloh yakunladik. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha yetkazishga harakat qildik. Ekraningizga tirsilatib qo'ying. Yana bir narsa, asl tulpordan uzoqlashmasangiz, shunaqa bir haligi mo'njalimiz bor inshaalloh otlar haqida ma'lumotlar. Yemishi, nima yeydi, nima ichadi, necha mahal ovqat yeydi, yoshlari, turishi, ya'ni ot haqida batafsil ma'lumot inshaalloh ko'rsatuv tayyorlamoqchimiz. Kuzatib tursangiz, xudo xolasa u ko'rsatuvimiz ham chiqadi. Keyingi bir haftalikgacha o'zingiz ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz. Salomat bo'ling.